Assalomu alaykum. Bugun retritimizni ikkinchi kuni, ikkinchi darsi. Bugun psixologiyada eng muhim bo'lgan mavzulardan biri yoki masalalardan biri ota-ona bilan bog'liq programmalar ustida ishlanadi bugun. Ya'ni har bittamizni ildizimiz bu bizani ota-onamiz. Lekin biza ota-onamizni bolaligimiz bilan bog'liq masalalarni, muammolarni hal qilmas ekanmiz, biza hayotda rivojlanib, o'sishimiz judayam qiyin bo'ladi. Bizani yoshligimizdan, ayniqsa mana shu sharq davlatlarida shunaqa ota-onaga bog'liqlik judayam kuchliki, bu urf-odat, qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Men ota-onani tashlab qo'yish kerak degan nazarda bu gapni aytmayapman. Ota-onani qadrlash kerak, ota-onani yaxshi ko'rish kerak, lekin fanatizm, ya'ni o'zligini unutib, o'zini rivojidan kechib, o'zini baxtidan kechib, ota-onani o'zidan odam vishi, ya'ni o'zidan baland qilib qo'ymasligi kerak. Ota-ona bilan bog'liq masalalarni hal qilish judayam muhim hisoblanadi. Ayniqsa hozirgi kunda odamlardagi ishini topa olmaslik, yo'lini topa olmaslik, o'ziga ishonch pastligi, hayotda o'sib, rivojlanib, bir katta ishlarni, katta proyektlarni amalga oshirishda bu judayam katta to'siq bo'ladi. Odatda muvaffaqiyatga erishgan insonlar samostoятельный bo'ladi hayotda. Ularni ota-onasi shunaqa erkinlik bergan bo'ladi, shunaqa qiyinchilikdan chiqqan bo'lishadi ba'zida. Nima bo'lganda ham ularni asosiy hayotdagi missiyasi, vazifasi shu sharoitdan chiqib ketish, shu qobiqdan chiqib ketish, shu muhitdan chiqib ketish, ota-onamni shu kambag'alchilikdan, qashshoqlikdan, nochorlikdan, xullas muammolardan olib chiqib ketish bo'ladi-da ularning vazifasi. Va bunda ota-ona farzandni tinch qo'yadi. Nima qilsang qil, bizani xuddi qutqar deganday, doim ota-ona farzandini erkin qo'yadi. Shuning uchun ular hayotda 1-2 bo'ladi. Qachonki siz nafas to'liq olmagunizcha siz yasha olmaysiz. Siz to'liq nafas olmaguncha baxt his qila olmaysiz. Ayniqsa ota-ona bilan bog'liqlik 1,5 yoshgacha, ayniqsa ona bilan bog'liqlik bolada 100% bo'ladi. 1 yoshdan keyin 11-12 yoshgacha, o'smirlik davrigacha sekin-sekin kamayaveradi. O'smirlik yoshini bilamiz, qayta tug'ilish davri. O'smirlarda o'ziga xos o'zgarishlar, ham ruhiy, ham jismoniy tomondan o'zgarishlar, ulg'ayish bo'ladi. Shu paytda ota-ona bolasini deyarli erkin, deyarli mustaqil hayotga tayyorlashni boshlashi shart. Agar bu yoshda bolalarni qo'yib yubormasa ota-ona, hadeb kontrol, nazorat yuklab yoki o'sha turmush o'rtog'idan olmagan mehr, turmush yoki oilada ayniqsa onalar odatda bizani bunaqa sharoitda bosh farzandi o'g'il bo'lsa yopishib oladi. Ya'ni ko'z ochib ko'rganim sansan, ishongan tog'im sansan, san qilib berishing kerak. Endi sani qiynalib dunyoga keltirganman, bir kunlik sutimni oqlashing kerak, meni u joylarga olib borishing kerak. Otangdan ko'rmadim, buvingdan ko'rmadim, dodangdan ko'rmadim, endi sendan ko'raman deb bolaga osilib olish kerak emas. Bunaqa narsalar bolani yelkasiga judayam katta yuk bo'lib tushadi. Shu sababli
11-12 yoshdan bolani iloji boricha mustaqil qilishga harakat qilish kerak. Agar bolani qo'yib yubormasangiz, bola uzilmasa, onaga o'zini energiyasi yetmay qoladi. Bu boladan ko'ra sizga xavfliroq. Sizni quvvatingiz kam, belingiz og'rigan, immunitet past, sog'lig'ingizda muammo, doim kayfiyatingiz past, energiyangiz yetmaydi, voydod ishlardan charchagan, bolalaringizdan charchagan, bolalaringizdan to'yib ketgan, uyingizdan to'yib ketgan, uy ishlardan charchagan holatga kelib qolarkansiz. Shuning uchun 11-12 yoshdan bolani iloji boricha mustaqil, erkin qilishga harakat qilish juda ham zarur. Agar 11-12 yoshgacha bola tasavvur qilish kerak, ona orqali yaratuvchi bilan bog'lanar ekanda, kanali bitta bo'lar ekan. Yaratuvchi через ona orqali bilim berar ekan, borliq bilimlari. Masalan, borliq bilimlari, masalan, 7 o'lchab 1 kes bolam, yoki iymonli bo'l, e'tiqodli bo'l, mana bu halol, mana bu harom, mana bu narsa qaytar dunyo, shunaqa borliq bilimlari siz orqali bo'laverar ekan. Bu degani bolani rizqi ham siz orqali, bolani barakasi ham siz orqali, bolani o'qishdagi rivoji, omadi, liderligi yoki passivligi faqat siz orqali bo'ladi. Lekin 11-12 yoshdan keyin bola iloji boricha mustaqil hayotda, ya'ni o'zini kanalini ochish kerak bola. O'zini baraka kanalini, o'zini rivoj kanalini, o'zini Alloh bergan yo'li kanalini ochish kerak. Lekin bizda juda ham afsuski ota-ona xalaqit beradi bu kanalni ochilishiga. Ota-onani bir umr kanalidan foydalanishi ham mumkin, hatto farzand. Ota-ona o'sha o'lguncha farzandini xizmatida bo'ladi, o'lguncha perjevat qiladi bolasi uchun, o'lguncha voy shuni notinchda deb bolalariga vasiyat qilib ketadi. Sendan xabar ol, akangni tashab qo'yma, ukangni tashab qo'yma, bu yolg'izim, yalmog'izim deb o'sha butun oilani quvvatini ularga yo'naltirib qo'yadi va o'sha eng kenja farzandlar odatda ota-onasidan keyin opa-singillarning ham quvvatini oladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun hozirgi kunda masalan ishini topolmayotgan erkaklar, yo'lini topolmayotgan, mas'uliyatsiz, o'ziga ishonchi past, bir masalan ayniqsa oylik olib sirazi onasiga olib kelib berish yoki uylangandan keyin oylik oldi sirazi xotiniga berib qo'yish. Chunki erkak kishini tayanchi bu pul bo'ladi-da. Va o'sha pulini ham ota-onasiga yoki ayoliga bersa, erkak hech kim bo'lib qoladi. Bizda faxr onasiga beradi, xotiniga beradi, faxrlanib aytishadi. Lekin bu noto'g'ri narsa. Erkak kishi rivojlana olmaydi, erkak kishi o'sishi juda ham qiyin bo'ladi. Berish kerak 10%ni. Ayolida erkakning 10% haqqi bor va ayol uni ro'zg'orga emas, o'zini ehtiyojlariga ishlatish. Onani 10% haqqi bor, ona ham ro'zg'orga emas, o'zini kamchiliklariga ishlatish. Otani ham haqqi bor, farzandlarning ham 10% haqqi borligini unutmasligimiz kerak. Bizda balansi buziladi. Hamma oylikni yo onaga olib borib beriladi, yo ayoli xafa bo'lib o'tiradi. Yoki 100% oyligini ayoliga olib borib beriladi, ona xafa bo'lib o'tiradi. Shuning uchun balansni saqlash juda ham muhim hisoblanadi. Ayniqsa qizlarda ota-ona bilan uzilmaslik muammolari kech turmushga chiqishga sabab bo'ladi qizlarda. O'ziga ishonchda ham namoyon bo'ladi. O'zini yo'lini topolmasa, ishini topolmasligida ham namoyon bo'ladi. Ota-onaga ko'proq bog'liqligini shundan ham bilish mumkin. O'ziga yor tanlashga juda ham katta ikkilanadi, juda ham qiynaladi. Turmushga chiqqandan keyin ham
o'sha xonadonga ko'nikib ketishi juda qiyin bo'ladi. Dardi fikri, ikki xayoli ota-onasida bo'lib qoladi. Ota-onam nima qilayotgan ekan, ota-onam nima o'ylayotgan ekan, yaxshi o'tirishibdimikan? Va bunaqa farzandlar juda ham ko'p telefon qiladi onasiga. Agar odatda ota-ona farzandiga yoshligida mehr bermagan bo'lsa, uzatgandan keyin o'sha qizlarni ayniqsa hozirgi kunda bemalol solishtirib ko'ring. Qizlar, kelinlar ikki hissa onani mehrini, e'tiborini o'ziga qaratib oladi. Ikki hissa. Ya'ni shunaqa muammolar uchraydiki qizlarda, masalan, raddomda tug'ishi, bo'lishi mumkin bolani tushishi, abort, shunaqalarda onani yoshligida olmagan e'tiborni 10 hissa qilib qaytarib oladi. Shuning uchun bolaga vaqtida mehr kerak, vaqtida uzilish kerak, vaqtida bolani mustaqil, erkin qo'yish kerak va bolaga ishonch ruhida bo'lish juda ham muhim hisoblanadi. Ba'zilar hozir savol tug'ilishi mumkin. Yaxshi emasmi ota-onani bunday qadrlash, ota-onani birinchi o'ringa qo'yish? To'g'ri, bu bizning qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, lekin bola hech qachon qarzdorlikdek, o'zini aybdordek his qilib yashamasligi kerak. Ota-onam meni tug'ib qo'ydi, endi ularni haq poyini olib, bir umr ularni xizmatini qilaman deb yashasa, yashaveradi, xizmatini qilaveradi, lekin o'zini 1-2 bo'lmaydi. Lutchi bola zo'r anaqaga erishib olish kerak hayotda va ota-onani ham o'sha sharoitdan olib chiqib ketish kerak. 1-2 bo'lmay yuraveradi, ota-onaga, ota-onaning nafaqasiga yasha, ota-onani topganiga yasha, komfort zonada yashashga o'rganib qoladi. Bu yomon degani emas, lekin ota-onaning quvvatini doim so'rib turadi. Bu degani ota-onani umrini qisqartirishga sabab bo'ladi, qaysidir modda. Albatta bu Alloh beradi, umri ham qachon ketishi, lekin ota-ona doim shu farzandiga perjivat qilib, o'ylab o'tib ketadi. Ayniqsa bolalar masalan shunaqa narsani tasavvur qilish kerakki, sizni ota-onangiz siz orqangizda turibdi va qo'llari sizni yelkangizda. Siz ham oldinga qarab turibsiz, ular ham oldinga qarab turibdi va sizni qo'llaringiz sizni farzandingizda. Sizni farzandlaringizni qo'li uni bo'lajak farzandlarning qo'lida. Tasavvur qiling, siz ota-onangizdan uzilmagansiz va teskari qarab oldingiz, farzandlaringizdan yuz o'girib, ota-onangizga qarab oldingiz. Nima bo'ladi? Zanjir uziladi. Va o'zi aslida ota-onadan siz bilim olasiz, ularni yelkasidan xuddi quvvat olasiz. O'zingizdan yana bilimlar qo'shasiz, o'zingizdan mehr qo'shasiz, o'zingizdan sevgi qo'shasiz. Nimadir hayotingizda o'zgartirasiz va avlodga jo'natasiz, o'zingizning avlodingizga. Sizni avlodingiz ham sizdan bilim oladi, borliq bilimlarni oladi, mehr oladi, sevgi oladi va o'zini farzandligiga o'zidan yana nimadir kashf etib, ijod qilib jo'natadi. Lekin siz faqat ota-onangizga qarab tursangiz, ota-onangizni ko'ziga qarab tursangiz, ulardan xavotir olib yashasangiz, bu yerdagi farzandlar xafa bo'ladi. Ularga bor bilim, bor sevgi, bor muhabbatingizni bera olmaysiz. Tasavvur qilyapsiz-a? Bu buzilib ketadi va ularda ham xuddi shunaqa, ya'ni noto'g'ri narsa shakllanib qoladi. Shuning uchun hozirgi kunda bolalarimiz baxtsiz, shuning uchun bolalardan bezaganmiz, shuning uchun bolalar bizaga mulkdek qaraymiz, ular narsadek qaraymiz, aytganimizni qilish kerak, aytganimizda o'tirish kerak, jim o'tirish kerak, yaxshi bola bo'lish kerak. Shunaqa talablarimiz ko'p. Chunki bizaga ham xuddi shunaqa talab qo'yilgan. Shuning uchun agar siz ota-onaga bog'liq bo'lib tursanglar, bolalar juda ham baxtsiz o'sishadi. Nimaga menga mehr bermaydi, dodamnikiga ketaveradi. Nimaga menga mehr bermaydi, oyim buvijonimga ketib qolaveradi. Yoki buvim kelsa o'zgarib qoladi onam. Deb shunaqa muammolar ko'p uchraydi-ku hayotimizda. Masalan,
men yoshligimda buvimni rosa yomon ko'rardim. Sababi onam bildirib qo'yardi, buvim kelganda hamma vnimaniyalarini buvimga qaratardi va biz bilardik, nimadir o'zgardi onamda. Hamma pishiruvlar buvimga, hamma shirinliklar buvimga, hamma shirin ovqatlar buvimga, hamma e'tibor buvimga. To'xtab turinglar sizlar, endi jim o'tiringlar. Buvim bilan gaplashyapmiz. Nimadirda tortib oldi-da. Va buvimizni yomon ko'rardik. Buvim kelmasinlar, hamma narsaga aralashadilar. Buvim kelmasinlar, bor vnimaniyasini tortib oldilar deb intuitiv, ya'ni ichki, ruhiy buni nima uchun yomon ko'rayotganimizni anglamasdi u paytda. Bolalar ham nima uchun yomon ko'rar ekan? Onani quvvatini doim o'sha dodalar, buvilar tortib tursa, onani quvvatini, masalan, ba'zi onalar bo'ladi-ku, buvilar bo'ladi. Bolalaringni vashshi taltaytirib tashlabsan. Voy, bolalaring vashshi bespredel, qara, tartibsiz. Buni oqibatida siz nima qilasiz? Bolalaringizni urishni boshlaysiz. Siz yaxshi onaligingizni isbotlash uchun qattiqqo'llik qilib, buvingga hurmat qil. Buvingga qo'llaridan o'p. Qo'llardigini ol. Buvingni aytganini qilib o'tir. Bu buving degan narsani singdiramiz. Va ba'zi buvilar bo'ladi, siz endi uyingizga keladi, oyingiz keladi, mamting chang. Mamtingga qarab qo'ysang bo'lmaydi. Eringga muomalangni qara. Qanaqa xotinsan? Hamma yo'q chirk bo'lib yotibdi. Shunaqa ham xotin bo'lasanmi? Sizga yoqmaydi, lekin aytolmaysiz. Meni oilamga, meni hayotimga aralashmang. Bu meni uyim. Sizga hech qanaqa xalaqit bermayaptimi? Deya olmaysiz. Lekin bolalar biladi. Ya'ni sizni bolalaringiz ayta oladi, yoqtirmasligini, yoqmayotganini ayta oladi. Shuning uchun ko'p bolalar buvilarni yomon ko'radi. Mana qaynanalarni ham. Masalan, qaynanalar ham keladi-da, siz yaxshi kelin bo'lmadingiz, usiz, busiz. Подсознательно kelinlar qaynanani yomon ko'rgandan keyin avtomatik bolalar ham, chunki bola bilan onani kanali bitta bo'ladi deyapman-ku. Siz kimni yoqtirmasangiz, bola ham shuni yoqtirmaydi. Siz kimni yaxshi ko'rsangiz, bola ham o'shani yaxshi ko'radi. Siz nimaga qiziqsangiz, bola ham shunga qiziqadi. Lekin biz afsuski bilib bilmagan holatda o'zimiz hayotda erishmagan narsani boladan talab qilar ekanmiz. Men matematikadan endi yaxshi o'qimaganman deya olmaymiz-ku. Matematikadan yaxshi o'qi. Chunki biz qoqilganimiz uchun majburlaymiz. Yoki biz idealniy farzand bo'lmaganmiz, lekin idealniy farzand bo'lishini talab qilamiz. To'g'rimi? Biz masalan e'tiqodimiz yaxshi bo'lmagan bo'lsa, namoz o'qimagan bo'lsa, ularni majburlaymiz. Namoz o'qishing kerak. Men aqlsiz bo'lganman, sen aqlli bo'l deganda. Yoki biz raqsga bormaganmiz, lekin bolamiz qiziqadimi raqsga yo'qmi? Majburlab uni raqsga, pianinoga, arab tilini o'qitishga majburlaymiz. Bolani o'zini yo'li bor. Bolani o'zini qiziqishi bor. Buni hisobga olmaymiz. Shuning uchun juda ham e'tibor beringlar shu anaqani buzmaslikka. Keyingisi. Demak, keyingi avlodni baxtli, mehrli, bilimli, sog'lom bo'lishida juda ham katta o'rin tutar ekan uzilish. Har bir ota-ona o'z farzandini baxtli bo'lishini xohlaydi. O'zidan-da baxtli bo'lishini xohlaydi. Lekin bilib bilmagan tarzda bolani baxtsiz, qarzdor, aybdorlik hissini singdirib qo'yamiz. Farzand siz orqali dunyoga kelgan. Lekin bu degani siz unga jon berdingiz, siz unga ruh berdingiz degani emas. Hamma hayotimizdagi narsalar Allohning inoyati bilan bo'ladi. Sizga farzand berishni ham, bermaslikni ham Alloh o'zi bu bitta mukofotda, juda ham katta. Alloh shunaqa Qur'oni Karimda aytgan. Ba'zi birlaringga farzand inom etiladi. Inom. Ya'ni hozir men eshitayotganinglar ham bu Allohning inomi. Ya'ni sizlarga kerak edi shu bilim, sizlar doim qidirayotganingizlar, shuning uchun eshitib turibsizlar. Alloh buyurgani uchun. Va Alloh sizga buyurdi shunaqa ota-onani.
uradigan, ichadigan, xo'rlaydigan. Shuning uchun bugundan boshlab ota-onani sizni tarixingizda nima sodir bo'lgan bo'lsa, ayblashni bas qilishimiz kerak. Bizning hozirgi retritdagi asosiy maqsadimiz ota-onani kechirish, ota-onani o'sha hayot yo'lini hurmat qilish va Allohga o'sha hamma hayotimizda bo'lgan narsa Allohga izni bilan bo'layotganini tan olish. Allohning izni bilan shunaqa ota-onani sizga Alloh jo'natdi. Va kelajak farzandlaringiz baxtli bo'lishi uchun, ularga o'sha yomon programmalarni o'tkazmaslik uchun bugundan boshlab to'xtatishimiz va ota-ona bizga bergan hamma o'sha bilimlar, mehr, sevgi, bermagan bilimlarni ham, tajribalarni ham hurmat qilib minnatdorchilik bildirish. Demak, bizning qiladigan ishimiz dastlab 3 kun ota-onani kechirish, dastlab dastlab bizning ona bilan kanalimiz bog'liq bo'lgani uchun, asosiy kanal bo'lgani uchun onadan boshlaymiz. Har kuni tasbihda 500 marta men onamni kechirdim. Men onamni qalban kechirdim, yuragimdan kechirdim. Hamma bergan bilimlari uchun minnatdorman. Onamni menga masalan zug'umlari uchun kechirdim. Shu payt ko'chaga men qo'rqqandim, onamni yo'qotib qo'yaman deb, onamni shu xatosini kechirdim. Masalan, tajribalar bor-ku hammaning hayotida, o'zining tarixi. Masalan, men ko'chada ko'p qolib ketganman, onamni kutib, o'ylaganman, onam meni tashlab ketdi deb. Shuning uchun kechirdim. Meni qo'rqitganlari uchun kechirdim. Yoshligimizda onam vannaga kirardilar-da, keyin tillarimni chiqarib qo'rqitardi bizni, xuddi o'lganga solib. Bizi uchun juda katta travma bo'lardi-da, yig'lardik-da, oyi, ko'zingizni oching deb. Shular uchun kechirim so'raylar. Masalan, agar sizlarda ham shunaqa случайлар bo'lsa, doim onamiz anaqa samostoятельно bo'lishimizni xohlardi-da, avtobusda o'sha jiyanimizni tashab kelinglardi, kar soqovlar maktabiga. Jiyanimiz bizdan 1 yosh kichkina. O'zimiz endi 8-9 yoshmiz. Shunaqa qo'rqardim avtobusda yurishga, shunaqa titrardim-da endi. U paytda bilmayman, xavflimidi yo o'zim kichkinaman, jiyanim 1 yosh mendan kichkina. Titrab borib kelardim. Oyimga yalinardim, "Oyi bormayman, oyi bormayman." "Yo'q, borasan. Samostoятельно bo'l, mustaqil bo'l" deb meni qattiq tarbiyalaganda, o'z paytida yumshoq ham bo'lgan. Lekin o'sha tajriba uchun rahmat deyman hozir. Men hozir shu urovingga erishishimda ota-onam doim meni mustaqil qilgan, erkin qo'ygan. Vaqtlar kelgan, men studentlik paytimda 8-9 da kirib kelardim. Doim 8-9 da kirib kelardim. Ko'pincha nima uchun? Kutubxonada bo'lardim, ko'proq mehribonlik uylarida bo'lardim. Shu o'zimni ishlarim bilan, hobbilarim bilan, qiziqishlarim bilan maqolalar yozardim. Ustozlarimni qo'shimcha darslarida bo'lib ketardim. Lekin biror marta ota-onam anaqa qilmaganda, "Kimlar bilan yuribsan? Kech bo'lganda anaqa qiz, bo'yiga yetgan qiz, qayerda yuribsan?" degan anaqalar bo'lmaganda. Shuning uchun voy kelishi buni o'zi 8-9, endi shudek deb 100% ishonmagan. Shuning uchun erkinlik kerak deyapman bolaga. Biz nima qilamiz? Voy bo'yiga yetgan qizsan, qo'y, qo'ni-qo'shnilar nima deydi? Vaqtida kel, shom bo'lmasdan kel. O'g'il bolani ham qo'ymaymiz. Kimlar bilan yuribsan? Qayerga boryapsan? Shuning uchun erkinlik bu 100% ishonch degan. Shundagina farzandlar o'zini yo'lini yaxshigina topib ketishadi hayotda. Demak, hayotda o'sha farzandni qo'yib yubormaslik uni ruhiy o'sishida juda ham katta to'siq bo'lar ekan. 30-35 yoshga borganda ham mamenni sinochik, ya'ni onasini bolasi bo'lib yuraverar ekan farzand. O'sishi qiyin bo'lar ekan hayotda, ulg'ayishi, ya'ni o'zini topishi, o'zligini anglashi juda ham qiyin bo'lar ekan. Ota-onadan hozir uzilish praktikasini bajaramiz. O'ylamanglar, ota-onadan uzilish degani ular bilan yuz ko'rmas bo'lib ketish degani emas. Ichingizda shunaqa bir narsa, yengillik paydo bo'ladiki, shunaqa erkinlik paydo bo'ladiki, ota-onanglar bilan bu unaqa uzilish
qaytanga munosabatinglar yaxshilanishiga, bir narsa doim ilinib turgan narsa yoki doim ota-onangizga hozir qaytangachi ota-onaga uzilmagan farzandlar bilib bilmagan holatda onani doim vampirdek so'rib yurar ekanda. Har tomonlama so'rib yurar ekanda. Masalan, telefon qiladi, "Ha, yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi?" desa, "Ha, yaxshiman." Shunaqa qo'pol muomalada bo'ladi desa, baribir bir tiyin qilib tashlaysizda onangizni kayfiyatini. Lutchi uzilish kerakki ruhiy. O'shandagina erkinlikda "Oyijon, o'zingiz xohlab telefon qilasizda. Yaxshimisiz? Men sizni yaxshi ko'raman" deya olasizda. Hozir aytib ayta olmayapsiz, yurib keta olmayapsiz, qo'yib yubora olmayapsiz. Shuning uchun ota-onadan uzilish ruhiy tomondan yengillik, ishingizni topa olasiz, erkin bo'la olasiz, tavakkal qila olasiz hayotda, ikkilanvermaysiz. Ishingizni, yo'lingizni topib olishda juda ham katta o'rin tutadi. Va quvvatingiz o'zingizda saqlanishni boshlaydi. Hayotda boricha, dunyoni ota-onangizni boricha qabul qilishi va eng asosiysi hayotda kechirish va minnatdorchilikni anglab yetasiz. Minnatdorchilik, har doim shukr ruhida yashashni boshlaysiz va farzandlaringizga ham xuddi shu ruhiyatni berasiz. Farzandlaringizni ham rivojida bu juda ham katta sabab bo'ladi, vosita bo'ladi. Shuning uchun bizani butun hozirgi sharoitda juda ham bu anaqalar kerak. Demak, birinchisi ota-onani kechirish, ikkinchisi ota-onani hayot yo'li, o'zingizni yoshligingizni qabul qilish, o'sha voqealarni, yoshligingizda bo'lib o'tgan narsalarni Allohning izni bilan bo'lganini tan olish va oxirgisi minnatdorchilik. Ota-onangiz sizga bergan ta'lim uchun, hayotingizda bo'lgan darslar uchun minnatdorchilik. O'shandagina sizni farzandlaringiz bilan munosabatlaringiz yaxshilanadi, yanada mustahkamlanadi. Farzandlaringizga ham erkinlik, baxt, mehr bera olasiz. Savollaringiz bormi? Hammasi tushunarli. Demak, ota-ona bilan bog'liqliklarni uzish meditatsiyasini boshlaymiz.